Mana quyish jarayoni bo'lyapti. Mana quyilyapti. Mana loy, bitta ko'rsatasiz. Loydan qolipga quyiladi. Qolipda oson. Shu ikki marta solishadimi? Hozir ko'ramiz. Bitta. Ikkita bo'ldi mana. Tayyor, og'ir ish bas. Shu urishi og'ir ekan, keyin toshish og'ir ekan xolos. Keyin nima qilishadi? Mana shu quloqchalarini bitta loyda ichiga chiqib qo'yishadi. Bo'ldi, tayyor. Bo'ldi, xonaga quritishga olib kirib qo'yishadi. Boshqa ish yo'q, boshqa ag'ini pulni sanasi bor xolos. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mahmudjon aka. Yaxshimisizlar? Qiynalmasdan bizneslarni rivojlantirib, yangi joylarni qurib. To'g'risi azizlar, anchadan bas kelganim yo'q edi, anchadan bas video qilganim yo'qdi, chunki sizlar uchun ajoyib yangiliklar qilishdi, qurilish zanalar qilishdi. Nima? Showroom qildik. Showroom dishardi, showroom qo'yishgan. Bu biznes haqida sizlarga daromadi necha qoladi? Akajon, daromad 50 dan oshiq. 50 dan oshiq. Mana bu aslamnoy bu biznes uchun bu yerda tushuntirib ketadigan narsalar nima kerak bo'ladi deydi. Bitta mishalka, bitta shunaqa xona mana aka. Xonani bitta ko'rsatamiz. Mana bu xonamizda 50 kvadrat plita quyiladi bir kunda. Bir kunda 50 kvadrat. Bizda bunaqa xonadan 4 ta bor. 200 kvadrat quyasizlar ekan. Lekin o'chirtimiz aka 1 oy, 1,5 oylik o'chirti bor plitalarimizga. Yo'q. 1 oy, 1,5 oygacha zakaz bor o'zi. Bu zakazlarni shu biznes qilmoqchi bo'lgan odamlarga ulashasizmi? Boshqa viloyatdagi mana masalan biz ko'p odamlarga mana telefon qilyapti bizga aka, biri o'chirt qancha desa 1 oy desak aynib ketishyapti-da. Undan ko'ra masalan Samarqanddan qolipimizni olib o'rganib ketgan shogirdlarimizga beryapmiz yoki Toshkentdan bo'lsa Toshkentdan yoki Qashqadaryo bo'lsa Qashqadaryodan o'rganib ketgan shogirdlarimizga klientlarni berib turamiz. Ular ham rivojlantira oladi ishini. Yo'q. Mana bu yerda plitalarimiz chiqib ketyapti aka. Tashqariga chiqamiz endi. Mana bu yerda qayerga ketyapti? Bu yukimiz qayerga ketyapti? Namanganga chiqib ketyapti. Uchiga. Namangan uchiga 4-reys. Bu hali ikki xil fasonli rangi ekan. Bu Dubayning plita yangiligimiz bular ham. Ko'ryapsiz aka. Hozir nechta bor mana shu yerda? Mana bu yerda hozir 64 kvadrat bor. 64 kvadrat joyga. O'zi necha kvadratga berishgan? 250 ga. 250 kvadratli ob'yom. Olib borib tashlab kelyapsizlar. Endi bunda ustma-ustun og'ir ham qilib bo'lmaydi. Yo'q, mana shu boshdaga sig'adigan o'zi tonnasi ham 3 tonna bo'lib qoladi. 3 tonna. Agar sizlar Namanganda shogird tushib, ishni o'rganib, qolib olgan bo'lganligingda sizlarga Namanganda zakazni berishardi, o'sha yerda o'zi yetkazib berib qo'ya qolarding. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Biz hozir bu klientimiz ham ancha kutgan. Ancha. 1 oy atrofi kutgan, keyin tegyapti uni o'chirdi. Shu sababli biz bu videoni fasadni plitka qildiring, devoringizni fasadga remont qildiring deb reklama qilganimiz yo'q. Bu biznesni o'rgatyapmiz. Sababi shogirdlar kerak, ish odam ko'p, talab ko'p, lekin o'rganib biznes qilaman deydigan insonlar kamligi uchun shuni o'rgatyapmiz. Xo'p, yo'l yo'riqlarini endi tushuntiramiz. Ish o'rgatish, yotoq joy, qolib olish qanaqa bo'ladi, hammasini bir boshidan nimaga kirib tushuntiraylik? Showroomga kirib, o'sha joyga ketdik. Bat quruq devorida. O'tgan safar stroyka boshlanuvdi. Kelganingizda bo'lsa, inshaalloh bir bitganda video qilamiz degandik. Mana 3 oylik mehnat bilan bitdi bu yerimiz. Hali to'liqligicha bitmadi-yu, lekin shashilib chaqirdingiz siz aka. Yo'q, mayli, nimaga? Endi bu mana aka bu yerda yangi podmramorniy fasadniy plitalarimizni reklama qilib qo'yganmiz. Hozir mana juda ham ommabop bo'lyapti. Kimga mana uyiga qildirish kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib beramiz. Kim shu biznesni boshlamoqchi bo'lsa, aka so'radingiz mana 3 kundan 10 kungacha o'rgatamiz aka. Yotoq, yemoq-ichmoq hamma yo'q bor. Hammasi bepul aka. Biz hisobimizdan kelib qolib xarid qilib o'rganishga vaqt qilib kelsa bo'ldi aka. Bitta narsa ekan, yo'l ko'rizga pul to'laysiz, ketishingiz yo'l ko'rizga pul to'laysiz, qolibga pul to'laysiz. Bo'ldi, qolgan hamma narsasi 3 kun ichida o'rganasiz. Yotoq, yeysiz, ichasiz, o'rganasiz, ish ham og'ir bas. Yo'q, ish og'ir emas ekan. Videoni boshida ko'rgan bo'lsanglar, shu loyda mishalka tayyorlab beradi, idishga quyib olasizlar, quyish ham oson. Shu idishda qolibga qo'yasizlar, qolibni olib kirib tashlaysizlar, bo'ldi. Bir kishini o'zi ham eplab yuboradi buni, chunki qolib
tashlab chiqib yana quyib yoki uyingizda u farzandlari bo'lsa, jiyanlari bo'lsa, ikki kishi bu biznesda gurkirab, o'zi necha kishi boshlagansizlar bu ishni? Aka, bu ishda o'zi boshlanganda bizda 50 kvadrat bilan boshlangan. 50 kvadrat. 2013-yilda. Biz dadamiz boshlagan. Mana Xudoga shukr aka, mana 1 gektardan oshiq yerda shu biznes orqasidan baraka topib oldik, mana rivojlantiryapmiz aka ishxonani. Xudo xolasa. Dadalardan, akalarga o'tdi, akalardan ukalarga o'tdi. Oldin akangiz bilan video qilardingiz. Juda chiroyli chiqibdi mana u. Bundan chiroylilari mana ichkariga kesdik masalan. Oh, bismillahirrohmanirrohim. Bu yangi showroomimiz aka. Bu yerda 150 xil fasadni plitalarimiz bor. Xo'p, bu mana uni qolipi hammasi alohida. Ha, aka qarang. Bu riyadni qolipi bitta. Bitta qolip. Ha, bitta qolipdan 50 xilga yaqin rangida qo'ysa bo'ladi. Bizga masalan Qirg'izistondan kelsa, sizni Qirg'izistondan ham kuzatib borishadi, Qozog'istondan ham, Tojikistondan ham, vohadan kim kelsa mana aka, biz eng hadavoy plitalarimizni maslahat beramiz va shulardan beramiz va ketganidan keyin inshaalloh klientlar ham yordam beramiz. Ishini yurgizamiz aka. Ha. Bu narsani sizlar faqatgina qolip olasizlar, qolipga pul to'laysizlar, bo'ldi, boshqa narsaga pul to'lamaysizlar. Eng qulay narsa. Nima sababdan o'zlarini mana zo'r ketib turgan biznesni boshqaga o'rgatyapsizlar? Aka, biz O'zbekistonda juda ham ko'p qurilish fasadlari borda aka, demoqchiman, biz o'zimiz butun O'zbekistonga ulgutib beramiz. O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga umuman ulgurmaymiz aka biz. Ulgurmayapmiz. O'shuning uchun hali nima desam bo'ladi. Biz fasadni plitani qolipini ham chiqaramiz. Biz aslida qolip sotish bilan ham shug'ullanamiz, bilasiz aka. O'sha o'zimiz chiqargan mahsulot qoliplarimizni tavsiya qilamiz va o'sha boshqa odamlar ham shu biznesdan foydalanishni xohlaymiz aka. Biz ham ular ham foydalansin deymiz. Shunaqa. Shogird bo'lib qolganlardan keyin oyoqlari turib ketganlaricha zakaz. Ha, inshaalloh aka, zakasni qo'ldan kelgancha beramiz. Lekin aka bitta obyekt qilib olsa, uni u yog'i zakaz bulanib ketaveradi. Qo'ni-qo'shnisi ko'radi, qarindosh urug'i ko'radi. Hozir bitta narsa savol tug'ilib qoldi. Sizlarga o'xshab 1 gektar joy kerak emasmi? Yo'q aka, bizda o'zi 2 sotlik joy bilan bu biznesni boshlasa bo'ladi. 2 sotlik joy. 2 sotlik joyda bemalol 100 kvadrat plita chiqarsa bo'ladi. 100 kvadrat plita chiqar degani kuniga aka $400, $500 naqd daromadi bor. Bir kunda $400-500 daromad qilsangiz, endi o'sha urovingga chiqiladi. Boshida endi har kim ham 100 kvadrat bilan 100 kvadrat olib boshlayotganlar ham bor aka qolib. Lekin ko'pchilik 30-40 kvadrat, ya'ni $5000-6000 bilan boshlab olyapti. Qoliplarimizni narxlari aka rezinasining sifatiga qarab bo'ladi. Har xil bormi? Ha, buni yo'q. Ha, hammasini qolipi bor, lekin buni farqi rezinasining sifati. Haq, mashinani baloni ham aka $50 bor, $200 bor. Shunaqa. Ana Xitoy balon, o'zimiz GMni balonlari bor va koreyskiy, nemetskiy balonlar bor. O'shunga yarasha yumshoqligi, sifati, xizmati, yaroqli muddati uzunroq bo'ladi sifatiga. Bizda ham o'sha $130 bor, O'zbekistonning sidiosi, $200 bor. Sidiolari, hamma ximikatlari Rossiyadan keladi, o'zimizda quyiladi. Havosi boshqa, xolos Rossiyaning sidio nimasi bilan. Rossiyada bu narsani qolipi $550 aka. Bugun ham mana sizdan avval Rossiyadan kelishdi, qoliplarimizga zakaz berib ketishdi. Atta qimmat bo'lgan sabab. Bu yerda qimmat. Bu o'zi fasadni plitka bu Rossiyada o'ylab topilgan narsa. Rossiyada o'ylab topilgan narsa, lekin u yerda qolip qimmat aka, formasi. Bu hozir sizlardan qanaqa sotib olishadi? Kvadrat sotib olishadi? Kvadrat. Kvadrati $130 sifati pastrog'i, $200 sifatligi. Endi $200ligini ham aka olishiga qarab $10 dan $20 gacha skidka qilib beramiz. Eng minimum ishni boshlashga 5000, 6000. Ha, shunaqa aka, masalan, birargilar bor 15 kvadrat bilan ham boshlab 50 kvadrat, 60 kvadrat ob'yemga chiqqanlari bor. Endi u aka odamni o'zini harakatiga bog'liq. Inshaalloh Alloh taolo harakat qilsa beradi. Biz ham yordam beramiz aka qo'ldan kelgancha. Endi mana hozir buni fasaddan necha kvadrat olishim misol? Masalan aka, bizga 30 kvadrat qolipga zakaz bersa, eng hadavoy mana plitalarimiz aka. Eng hadavoylari mana. Shu gladkilar mana. Bu yerga ham kelaylik, bu vidlarni ham ko'rsataylik. Mana gladkilar. Mana bu padmramir, hadavoy bo'ladi. Svet hamma holatda quysa bo'ladi. Bularimizdan 30 kvadrat olsa, 20 kvadrat bundan, Sokoldan o'zimiz Viber qilib beramiz. Sokol endi, Sokoldan. Sokolda ham har xili bor mana aka. Bu yerda sokollarimiz ham Bu devor burchak-a? Ha, burchaklarimiz ham chiqqan aka, hozir ko'rsataman. Yangilik. Mana Sokol. Ha, bu sokollarimiz turlari 10 kvadrat bundan. Ha, oldingi videolarimizda yo'q toshlar aka. Bular mana bular yangiliklar hammasi. Buni ham shundan quyyapsizlarmi? Ha, bu ham beton.
O. Mana aka bular Oho. Gorni Plus deb beradi buni. Showroomga haqiqatan showroom qilsalar. Ha aka vibrlar ko'p inshaalloh. Mana mana narsamiz kabanchikka o'xshaydi aka. Kafelarga, bog'chalarga bu boshqacha narsa zo'r turadi. Ichkariga bo'laveradi. Aha, ichkariga ham bo'laveradi. Joylarga hali katyol qilishadi. Uni oldilariga profilga qilsa turaveradi. Profilda ketaveradi. Aha. Oho, xaxirligini qaranglar bitta. Mana bu 3D'lar aka yangi chiqqan. Mana ular katta-katta. Ha, bular ham boshqacha yangiliklar. Fasad sohasiga ko'p yangilik qilganmiz aka bu safargisiga. Buni g'ish ham juda chiroyli chiqibdi. To'g'risi hali eski g'ishni terib chiqilganga o'xshaydi. Bulardan ham siz biznes qilmoqchi bo'lsangiz, bularni ham quyishdi, qanaqa qilishdi, pasti boshqacha svet, bag'i boshqa svet, bag'i boshqa svet. Ularni ham 0 dan 100% gacha tekinga o'rgatib qo'yishadi. Faqat qolip sotib olasiz, bo'ldi. Qolipni ham o'zini narxida sotib olasiz. Shu qolipni 30 kvadratdan boshladingizmi? Quyib turib yana 30 kvadrat olasiz. Quyib turib 100 kvadrat, 200 kvadrat, 500 kvadrat, nasib qilsa 1000-2000 kvadratga ham chiqib ketaverasiz. Inshaalloh. Aka bu yangiliklarimiz ko'pchilik sizga ham savol beradi, uyni burchaklariga nima qilamiz? Bunda tunuka qilinardi. Tunuka qilinardi. Endi yangilik chiqdi aka bizda. Mana. Ha. Mana aka, uyni burchaklariga o'zimizning betondan bo'lgan fasadniy plitadan mana burchaklarimiz chiqqan. Burchi chiqdi. Bu yangilik. Endi aka sizni kanalingizda bizga yuzlab qolib qolgan klientlar kelgan. To'g'risini aytaylik, 100 dan ortiq kelgan. O'shalarga mana tavsiya qilamiz. Yana sizni kuzatib borgan bo'lsa, biz eslolmaymiz, chunki biz общий 1000 dan ortiq shogird chiqaribmiz. Hisoblasa 700 ta hisoblaganmiz, undan keyin hisoblamaganmiz aka. Bizga 3 yil, 4 yildan beri doimiy ravishda plitamizni обученияsiga odamlar keladi, qolipimizni sotib olgani. Mana uni qoliplari bor aka. Kelishsa chiroyli qilib beramiz aka. Chiroyli qilib beriladi. Inshaalloh narxlarni ham. Bu ham shunaqa arzoni, qimmati bormi, faqat bir xilmi bu? Bularimizni seriosida farqi bor. Seriosida. Holasi $130 qo'yib beramiz, holasi eng sifatli serioda qo'yib beramiz. Keyin aka buni foydasiga qiziqadi. Bu biznesni qilsam foydagarchiligi qanaqa deb so'rashadi odamlar. Eng kerakli narsa. Yog'liq joyi shuda o'zi. Aka foydagarchiligi xudo xolasa 50 dan oshiq deb aytib o'tdim. Endi aytamiz aka to'g'risini 20 ming so'mdan 40 ming so'mgacha tayyor bo'lyapti. Plitalar 1 kvadrat, 1 kvadrat. Sotilishi bo'lsa 65 ming so'mdan 110 ming so'mgacha sotilyapti. 110 ming so'mgacha. Mana bugun hozir yuklab olgan narsamiz 35 mingga tayyor bo'ladi. Sotilishi 85 ming sotganmiz. 50 ming so'mdan qolyapti. 100 kvadrat bo'lsa 5 million so'm foyda. 100 kvadratda. Siz 200 qanchadir kvadratga sotdingiz. Hozir necha kishidir ishlayapti? Hozir bizda mana plita seximiz o'zida 7 ta 8 ta bola ishlaydi. O'zi Gold Clinker korxonasida 30 ga yaqin ishchi ishlaydi aka. 30 ga yaqin. 6 million, 7 million, 8 million oylik olishadi. Shunaqa. 15 milliongacha olishadi. 15 milliongacha. Ha aka, shu darajaga chiqsa inshaalloh aka yordam beramiz. To'g'risi bu videomiz shu biznesda to'g'risi bitta Spark olib, minib yurib, taksichilik qilib, kuniga radarga tushib, qiynalib yurgan akalarimiz bitta Spark sotinglarda shu biznesni qilinglar, shu 5 ming, 6 ming, 7 mingga oladi o'sha Sparkingizni yoki Nexia 300'ni. Bitta sotib turib shu biznesni boshlab olsangiz, labo mashina dastavkalar u mashinalarni gaplashib olaverasiz. Bitta kichkinaroq joyda uyingizni orqasida bog' bo'lsa ham, tepasini yopib olsalar bo'ldi ekanda. Bo'ladi aka. Bitta naveska olsa, bu navesni ichida sushilka, sushilka xonasini ham qilsa aka, sushilka xonasini qilish juda ham oson. Kelsa mana 3 kundan 10 kungacha mehmoningiz bo'ladi. Unda sushilka xonasini qanaqa qilishdi, razmerlarini, buni plitani quyishdi, rastvorlarni, hamma yo'g'ini retseptlarini beramiz aka. Inshaalloh. Keyin ketganidan keyin ham bizda mutaxassislar bor, Kamoliddin akalar, boshqa mutaxassislar bor. Hammasi aloqada turadi. Masalan, qanaqadir rangni o'xshata olmayapti. Masalan, bu rangni zaka soldi, bu rangni chiqara olmayapti desak, o'shani aka biz polni telefonda turamiz, chiqarishiga yordam beramiz. Masalan, qolib sotdi bo'ldi emas. Qolib sotib olib ketgandan keyin ham doimiy aloqada turamiz. Shogirdim bo'ladi. O'z shogirdlarimiz 1 yil o'tib, 2 yil o'tib o'zlari mutaxassis ustoz bo'lib qolyapti. Masalan, Farki Linker bor mana aka, Quvada Farki Linker bor. O'sha Nodirbek akam 28 kvadrat bilan boshlagan, hozir 200 kvadrat qolipi bor. 1,5-2 oylik o'chirt bilan sotyapti aka. Ag'am o'zi shogird chiqaradi ekan. Bitta narsani so'rayman, juda ko'pchilikga qiziq bo'lgan narsa, mana qolip bo'lsa,
qolipdan burchayotganligini bilamiz. Rezinka Chiqqandan keyin, plastmassa qolib bo'ladi. chiqqandan keyin ximikatga solishadi, qolipni yuvishadi, Ha. tozalab turib keyingisini quyishadi. Bu qanaqa? Bizda aka unaqa narsa bo'lmaydi. Bizda plita chiqariladi ichidan, yana ustiga quyilaveradi. Quyulaveradi. 10 yil ishlatsa 10 yil quyilaveradi. Hali Yuvilmaydi. salidorlab, Yo'q, yo'q, yog'lab, yo'q. bog'lab, unday narsa yo'q. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Keyin buni mana qolipidan farqi aka, burchatgani qolipi plastmassa bo'ladi. Bir sezonga yarasa yaraydi, bo'lmasa bir sezonda 2-3 martalab ishlatishadi aka. 1 oy, 2 oyga yaraydi. Bu narsa bo'lsa, bizni $200 qolipimiz aka, ishlatishiga qarab 5 yildan 10 yilgacha ishlab beradi. 10 yilgacha. Biz o'zimizda aka 6 yil, 7 yil indamay ishlayapti. Qo'ya. Shu plus tarafi bor ekan. Hamma qoliplar shunaqa. Hamma qolipimiz xizmati shunaqa. $130 qolipimiz sifati ham, xizmati ham pastroq lekin. Pastroq. Boshqalar bizdan olishib yoki o'sha O'zbekiston Seriosdan qo'yib 150, 160, 170 sotishyapti aka. Bizga kelsa u narsa $130. Undan ham tushib beramiz. Ko'proq olinganda undan ham tushib beriladi. Bittaga hamma narsani o'rgatib qo'yishadi. Buxgalteriya hisob kitobi, oylik to'lovlari, nimalarini hammasi. To'g'risi hozir bu fasadni plitkalarni qildiraman desiz ham o'zi odamlar o'ylanib qolgan darajada bo'lib qolsalar, qayerda kelib qaysidan qildirar ekan? Xuddi shunaqa aka. Bir kelgan klient 1 soat o'ylanadi-da, uni olaman desa, bu chiroyli ko'rinadi, oxiri tanlab chiqib keyin mamnunchilik bilan mana obyekt tugatyapsa, hammasi rahmat aytib duo qilishyapti aka. Shuning uchun rivojlanyapmiz. Kelib, mana yoqdi menga, bo'ldi, shundan qilib berayin deb turib rasmga olib ketib, keyin o'zingizga kinnoyingizga yoqmay turibdi, bunisidan qilib berasizmi deganlar ham bo'ladi. Juda ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi aka. Chunki ba'zi ayol kishilar hali keldi ketdi uyda nimasiga ayol kishilar qaraydi-da. Lekin unaqa qilmanglar, o'zlaring tanladilar, o'shanda qolinglar fikrlayingda. Ayol kishining gapiga nima qilmanglar, chunki sizlar keldilar, yoqdi, o'shani bossalar o'zlaringga chiroyli bo'ladi. Har o'tganligingda devorlardan ko'rib, devor, uy, fasad bemalol. Buni bitta plus narsasini aytib o'taman, qildirmoqchi bo'lganlarga. Rangi o'chmaydi. To'g'ri. Rangi o'chmaydi. 4-5 yildan keyin yo 1 yildan keyin emulsiyaga o'xshab rang bo'yab yurmaysizlar. Nima qilib bitta karcher yoki shilinda yo paqirda suv sepsalar ham bu tam chang tushib ketadi. Faqat usti chang bo'ladi xolos. Bu kimdir ham kelib biror narsa bilan qirib yoki chizilib o'tib ketsa ham ichida rang chiqadi xolos. Chunki mahsulotning ichiga, loyning ichiga rang qo'yib yuborilgan, usti tepib qo'yilgan bas. Keyin masalan shunaqani ham eshitdim o'zingizdan. 25 yil yoki 5 yil mana shu svetda turdi-da, sizga yoqmayapti uyingizni sveti. Keyin o'zini o'zgartirishni ko'p yaxshi ko'radi. Xohlagan kraskasini, xohlagan emulsiyasini septiradi ekan. Septirib olaverasiz, uyingiz boshqacha svetda bo'lib qolaveradi. Bu plus narsasi devoringizni zak tashqariga o'tmaydi. To'g'ri. Devor tanlamaydi keyin. Notekis devorlar ham karkas to'qiladi, karkasda nolga chiqilib turib yopishtiriladi. Masalan, bizda aka bizi mahsulotda основной klienti 90% klienti rayonda odamlari. O'zimizni desam bo'ladi, boy pog'onalar ham oladi, lekin o'rta hol odamlar, mana uy notekis, eski uylar ko'p bizdagi. Juda ham uylar ham eski, yangi emas. Mahallalarda ham ko'rsangiz 50 ta xonadon bo'lsa 10 tasi yangi, 40 tasi eski bo'ladi. O'shini devorini uyni buzishga to'g'ri kelmaydi. Devorini nima bo'lishidan qat'iy nazar reka to'qiladi devori yoki profil to'qiladi, plitamiz yopishtiriladi aka. Yopishtirish ham juda oson. Juda oson. O'zimiz ustalarimiz bor, ustasi bo'lsa yo bo'lmasa o'zlarida usta yo o'zi usta bo'lsa olib ketib qilaveradi. Endi hozir mana 115 ming dedingiz, eng qimmati. 115 minglik 1 kvadrat masalan usta haqqi, reka peka necha pulga tushyapti hozir? Aka, общий hisobda 170 mingdan 200 minggacha tushadi. Hamma yo'g'i 1 kvadrati. Hisoblagan. 200 mingga 20 yil garantiya berishadi bu mahsulotga. 20 yil bu mahsulotni o'chib ketmasligi, murab tushmasligiga javob beriladi. Endi garantiya 20 yil berilgandan keyin tansiz 20 yil bemalol ishlatasiz. Bo'ldi, bitta remont qildirasizda, uyingizni shu 40 yil, 50 yil uyingizni yoqmay qolib, ikkinchi etaj, uchinchi etaj qilib qurmasangiz, ungacha turib beraveradi. Endi bitta savolda, agar hamma yoq shunaqa fasadni plitkalar, devorlar bo'lib ketsa, 20 yil, 40 yil turib bersa,
Nima ish qilasizlar? Yo'q, akajon, bizda masalan biz O'zbekistonda masalan 10 yil ishlatib O'zbekiston ichidagi 1% fasadlarni ham qilib ulgurmasak kerak. Juda ham ko'p O'zbekistonda. Bitta mahallani o'zida Ha, 200 ta 300 ta xonadon bor. shunaqa. O'sha 200 tadan Nechi hozir ming bittasiga qilsa qilyapti-da. 200 tadan shunaqa bitta mahallaga qilsak bo'ldi aka, qo'ni qo'shnisi qamdashurug'iga ko'ra ash mahallada 5-6 top ketyapti. Bu ketyapti. Ha. O'sha hisobiga bu biznes o'lmaydigan biznes. Chunki yangi kottejlar, yangi domlar tushyapti, domlarga ham terilyapti. Buni ko'rdim. Domlarga 7 etajgacha domlarga go'sht standartdan o'tgan mahsulotimiz. 7 etajgacha bemalol nima qilib berilyapti. Buni arasi ochiq bo'ladi, rekasi bo'ladi. Uteplit qilib bo'ladi. O'sha uyingiz qishda issiqqina, yozda muzdagina bo'lib, uyingiz zo'r bo'lib turaveradi. Biznes qilmoqchi bo'lganlar ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Fasadni plitga qildirmoqchi bo'lganlar ham telefon qilaverasizlar. Biznesda tushunmagan narsalaringni ponni hammasini noldan aytib o'tyapman. 100% gacha bepul o'rgatib qo'yishadi. O'rgatib qo'yish tugul sizga zakaz ham berishadi. Quyib berib o'sha klientga olib borib berasiz. Siz harakat, o'z birinchi o'rinda harakat odamda. To'g'ri aka. Sababi qilinadi, u yog'i natijasi Allohdan. Natijasi shu. Qo'ldan kelgan nimalarimiz shular. Bir buni qatorlardan ham bitta ko'rib chiqaylik. Men yangiliklar bo'ldi. Uni aytaman dedim. Mana u lakli ekan-a. Ha, bularimiz aka ichki fasadlar uchun, ya'ni restoranlar dekoratsiyalari uchun chiqarganmiz mebelni fasonlarimiz. Mebelni, ha, o'shanga yangilik bo'libdi-da, o'shani endi aytaman aka. Beton. Beton bu. Ha. Ba'da ham bu har xillariki, mana yerda bir zarligini ko'rdimmi? Ha, bularimiz Dubay aka. Hozirgi fasadni plitamizni bu o'sha ichki fasadlar uchun, bular tashqi fasadga ham ketaveradi, lekin xizmat pastroq bo'ladi. Yaltirlayapti-da. Bunisi, bunisi kumushligi. Bu tilla rangimiz gold, bu kumush rangimiz aka. Qo'yin. Buni nechtasi 1 kvadrat chiqadi? Bularimizni 12 tasi 1 kvadrat. 12 ta donasi 1 kvadrat chiqadi. Qolipini olamiz, qolipini ham 12 tasini beramiz. 12 tasi 1 kvadrat chiqadi. 1 kvadrat. Ha, unda 10 tasi 120 shunaqa bo'lar-ekan-da. 10 kvadrat. 10 kvadrati 120 ta bo'lar ekan. Oho. Hamma narsasini o'rgatib qo'yishadi. Tashqaridan ko'rsatib qo'yaylikmi yo tashqarida shular? Xolos ko'rsatib ham qo'yaveramiz aka. Ha, o'sha yerda xayrlashamiz obunachilar. Tashqarida ular yangilandi. Bo'ldi. 3D fasonda katta ob'yomdaligi ko'rib turibsizlar. Juda ajoyib turar ekan, to'g'risida. Xuddi havoda g'ishlar turib qolib ketganga o'xshab turar ekan. Yep, qo'yin. Mana tashqarida turibdi. Qancha bo'ldi? Bu aka bularimizga 3-4 oy bo'ldi. 3-4 oydan yoz boshida qildik-da. Bahorda qildik. Usti chang bo'lgan xolos. Bu yer aka qatnov ko'p joy. Bozorda oldi, mashinalar bozor orqasi. Qatnov oftobga qarab turadi. Mana o'chadi deganlarga mana turibdi aka. Bundan avvalgi reklamamizda 3-4 yil turdi aka, ko'rdingiz. Ha, undan keyin almashtirdik. Orqasidagi rekasi chirib ketadi deganlarga mana mana shu rekalar ham o'sha boshida qo'yilgan 3-4 yil avvalgi rekalar. O'shalar. Haligacha ochib qo'yganmiz. Ko'rishlar mumkin. Hech qanaqa chirib ketmaydi. Endi bitta narsada odamzod bilmagan narsasini gapirmash kerak. To'g'ri. Chirib ketadi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. O'sha narsa bo'lib haqiqatdan hali o'zga sayoylar deb tarelkasini ko'rgan bo'lsa, keyin gapirish kerak edi. O'zga sayoylar bor demasdan-da, ko'rgan bo'lsa, keyin gapirish kerak. Rekasi chirimaydi. Sababi buni arasida joy bor, sirkulyatsiya aynalib turadi. Mana anchadan bas video qilib turganim uchun o'sha kommentariyalarni o'qib qolaman mana. Orqasi chatoq bo'ladi, devorliq, nafas oldirmaydi, nima bo'ladi? Devoringiz nafas oladi, havo aynaladi. Uteplit qilsiz ham havo aynaladi. To'g'ri. Uteplit qilsiz ham havo aynaladi, lekin uteplitingiz devorda ushlab beradi issiq sovug'ini. 3D fasoni, bunaqa fason, mana yangi mana g'ish fason, katta g'ish ekan. Eron Turkiya chet elliklarga o'xshab ketyapti fason o'sha taraflarda. Buni unisi ham juda chiroyli chiqyapti. Hozir bu ikkitami, bittami? Bitta aka, ularimiz. Ja haligini kattasi ekanda bu. Mana shunaqa bo'lar ekan. Mana qaranglar. Orqasida mana bu narsani samarezda qotiriladi. Taxtaga bo'ldi.
o'zim ham yig'ib qo'ysam bo'laveradi. Bo'ladi aka. Faqat nolga olsam nimani, rekani, ag'ish nima bas. Bir-biriga zamok bo'lib yig'ilib ketaveradi. Qoyil. Xo'p, azizlar, sizlarga shu bizneslarda nima qildim? Tavsiya qilaman. Nima ish qilayotgan, pulim bor, mashina olib taksida qilayman yoki Toshkentga qatnayman yoki boshqa viloyatga qatnayman deb yurgandan ko'ra, bitta joyda olib, shu biznesni qilsalar, sizdan keyin o'g'lingizga, o'g'lingizdan keyin nevarangizga, nevarangizdan keyin chevarangizga qoladi bu ish. To'g'risi men birinchi marta kelganimda bu kichkinagina devorchi edi. Shunaqa. U burchida kichkinagina xonada nima qilishardi? Akamlar quyib, o'shanda 100 kvadratmi? 50 kvadrat. 50 kvadrat quyishardi. Birinchi video qilib yurganimda mana hozir to'g'risi havas qiladigan darajada nima qilib ketishdi. Joylarni mana tashqarilarga xona qilib, ichkariga xona qilib, katta joylar qilib, Rossiyaga, Qozog'istonga ochdilar. Qozog'iston Shimkentga ochdik. Shimkentga ochildi. ham qolip ham, forma ham, plita ham chiqyapti aka. Hammasi shu biznes orqasidan. Aha. Bu biznesdagi xohlasangiz qiling, xohlasangiz qilmang. Sababi bu kerak emas-da, sizlarga da'vo qilinglar, men foyda qilay deyishgan yo'q. Просто odamlar zakaz ko'payib ketib, vaqt kutib qolib, mayli bir oylarda bitadi desalar, deb ketvormasliklar uchun shogird chiqaray deyaptilar. Tayyor hozir bepul o'rganish vaqti bo'lganda o'rganib olinglar. To'g'rimi? To'g'ri aka. To'g'ri gapirdim. Rahmat, kattaga. Aloqaga chiqarasizlar, inshaalloh biz o'zimiz aloqada turamiz aka. Kelsa kutib olamiz, mehmon qilamiz, aka-uka bo'lamiz. Shunaqa. O'zimiz yordam beramiz aka. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, boshqa Rossiyadan, Yevropa davlatlaridan, Turkiyalardan, Saudiya Arabistondan kelaman siz shart-sharoitlar bor. O'ylanmanglar, faqat biznesda o'rganib ketsalar ham bo'ldi. Yoki hali o'rganadigan odam bilan, mana men ukam bilan birga kelsam-chi. Bo'laveradi aka. Bo'laveradimi? 2 kishi kelsa, 3 kishi kelsa ham sharoit. Bo'laveradi. Ishxonamiz katta joylar. O'rganib ketsa hali. Yo, bir kishi o'rgataman demaysizlar. Yo'q, aka. Oilaga kelsalar ham bo'laverar ekan. O'rganib ketib, bitta ishni boshini nima qilsalar, boshlasalar, xudo xolasa, albatta plyus ham bo'lsa ham bitta sherikchilik bilan o'rtog'ingiz bilan boshlasangiz, foydasi bor, daromadi zo'r biznes. Rahmat kattagan. Sizga ham rahmat, Muhammadjon aka. Xayrlashib qo'yasiz bitta. Inshaalloh aloqaga chiqarasizlar, biz yordam beramiz qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa, rahmat. Aziz obunachilar, videoga vaqtlarini ajratganlar uchun kattakon rahmat. Tushunmagan savollar ham tug'ilgan bo'lsa, bemalol telefon qilib, orinmanglar. Ya'ni pulim yo'q, pulim kam demanglar, telefon qilib, to'liq ma'lumot olsalar ham bo'laveradi. Operatorlar bor, hammalari tushuntirib, sizga 100% gacha telefonni tushuntirib qo'yishadi. Kelib o'rganib ketaverasiz. Videoga vaqtlarini ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin, ishlaringiz baraka bersin. Operatorimiz Asadbek ham, shogirdimizga ham kattakon rahmat deymiz. Barchalaringga mana shunaqa bizneslarni rivojlantirib, bizneslar qilish nasib qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizga Toshkentga pochta bor edi.